siz meni yaxshi ko'rib boqqanmi? Ba'zi narsalarni siz mayli qanchalik yaxshi ko'ring, u sizning bo'lmaydi. Ba'zi narsalarni yoningizda ip qilish uchun shuncha tirishsangizmi, yana sizning bo'lmaydi. Muhabbat u etib tugtib bo'g'ilib bo'lmaydigan naqshiga o'xshaydi. Hayotimizda nurg'un, har xil bo'lgan muhabbatga uchraymiz. Lekin bu muhabbatni hargizmi azob va azor berishga aylantirib qo'ymang. Turmushimizda nurg'un taqdirning o'rinlashtirishiga uchraymiz. Ba'zilari mangulik bo'ladi, ba'zilari bir mezgillik bo'ladi. Amaliyotda bularning hammasi beshimizga bitilgan ishlardir. Birisini yaxshi ko'rish uningga erishishdir. Erishgan ekanmiz, uni cho'qim qadrlashimiz va chin dilimizdan suyishimiz kerak. Ba'zilar chin yuragidan suydi, lekin suygunini ifodalab bermaydi. Ba'zi muhabbatlarning o'ziga mansub bo'lmaydiganligini bilsa-mo, yana voz kechmaydi. Ba'zi muhabbatlar odamning yuragini og'irtadi. Buningdan qochib qutulay desimi qochib bo'lmaydi. Esingizda bo'lsinki, yaxshi ko'rsangiz cho'qim uningga berdiring. Agar yo'q deb qo'ysangiz, siz yana uningga unsiz vaqtingizni va muhabbatingizni sarf qilamsiz va yoki oxirlashtiramsiz. Navoda sizda bunday xayol bo'lsa, o'zingizni aldab yurmang. Vaqtida uningga ayting. Muhabbat hargizmi kam bo'lganda izlaydigan narsa emas. Muhabbat hargizmi charchab qolganda almashtiradigan narsa emas. Turmush hargizmi birla odamning teatri emas. Bu turmushni davomlashtirish uchun cho'qim ikki odam bo'lishi kerak. Sizdan so'rab boqay. Siz meni yaxshi ko'ramsiz? Hali ham meni xiyol qilamsiz? Men bilan o'tishni xohlamsiz? Turmushning bu kartinasini birlikda tamomlashga qo'shilamsiz? Navoda bularni xohlasangiz, menga boshqa javob emas, balki sizni suyman degan javobni bering.